Bo'pti, qarang, shuncha gapirdingiz. Orqasi qanaqa chiqdi? Faqat qalban ayting. Menga orqasidan bitta narsa shunaqa yoqdi. Buni stop chiroqlari, mana bu chiroq. Tormoz bosganda anavi pirillaydi-yu. Xuddi bir Formula 1 mashinalaridek to'xtayapti-da. Mana bu spoilerlar, body kitlar bilan mashina umuman o'zgarib ketgan. Boya bitta ko'ryapman-da. O'zi bu mashina limi yo boshqacha mashinami deyapman-da. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. O'sha gap, mehr ko'zda dil xiralik bo'lmasin. Juda ko'p mashinani orqasida ko'rdim shu logotipi, shu yozuvi. Gap bo'lishi mumkin emas. Rosa maqtadilar, rahmat. Xitoylik ekan menga 100% bittalik qarz akalar. Boshidan nimalar o'tmadi uni bilasizmi? Da. Bittalik qarz chunki juda ham lini populyarniy qilib, даже O'zbekistondagi sotuviga ham qisman o'zi ham foydasi tegan. Naminchi bo'lsa ham. Da, o'shaning uchun bittalik qarz sizlar lidagilar. O'shaning uchun bu videoni o'sha Lin ofitsial akkauntiga jo'natib qo'yinglar. Bu videoni ular ko'rish kerak va bu gaplarni eshitish kerak bo'ladi. Bu mashinani saloniga ham tuning qilganmisiz? Yo'q, saloni stok holatda, hech narsa qilinmagan. Просто saloniga bitta polik gilam tashab qo'yilgan. U polik ham o'zingizlarning mahsuloti. Xuddi shunaqa. Do'stlar, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Vitsin Design Li 7 ga o'zingizlar alohida baho berib ketinglar. Men просто bu mashinani ko'rib shokdaman. Gap bo'lishi mumkin emas, Ne'matilla aka. Li haydaydiganlarga jo'natib qo'yinglar akalar. Обязательно. Gap bo'lishi mumkin emas.